Teşekkür ederim. Biz bu saat derside bırak continue return diyen muşu üç dersini programda ameli işini görürüz. Undaqda bırak bırakqa münasebetlik azraq material tapqan şunu bir o'qib bersem bırak ibaresi devrilishdan qutulib chiqishni abjir usul ta'minlagan bo'lib uni ishlatish orqali davriylikdan darhol to'xtatqili ham davriy gavdasidan qutulg'ili bo'ldi. Hatto davriylashdan to'liq oxirlashmagandimi shundoq qilishga bo'ladi. Amsa biz bunun ait misaldan birini ko'raylik. Nega demo 14 deb bir mundari chiqay. Undaqda nega bir de project kuraylik. Müşne icra olsun. Undaqda mega bir demo deb birini kuray. Main konstruksi static void main string always undaqda biz bundan bir misal alaylik. Birden nölden 20 santim santaylı. Eğer andın biz 20 santim 15'te derhal toxtaylı. Undaqda muş misalni bir işlep bakaylı. IMT A andın IMT A tan 0 IMT A tan 26 nölden başlap sanalan iken ma'u 26 dep yazganımız emniyet 25 çıktı var. Andın hem bu yerge bir tal çıkardıgan bir söz koşup koyay. Sanaş başlandıydı. Başlandı. Undaqda for IMT A tan nölden A kiçik birce A caca andın bu yegma söz koşup koyaylı. Her qetim sanıganını çıkırıp yasun. Hazırki kıymet. Andın bununla anı koşup çıkırıp yasun. Andın eğer if A tan 20 bolganda bunundan çık kessin. Andın biz mege yine xatiz koyaylı. Çıkırıp koyaylı. Sanaş ahırlaştı. Bunu endi bırak olsa müşahidillam ma yazganı bir qurb tushundirib qo'yay. IMT'ni qiymatini
0 dep berdik. INT ayının. INT B'nin kıymetini 26 dep berdik. Andın system out printlen arkalık sanaş başlandı degan gapni çıkardık. Andın for şunqa arkalık ay 0 teng hamda ay kichik B'den andın ay jaja ay qo'shilsin dedim. Endi meyda system out printlen arkalık hazır kıymet A'ni chiqarib dedim. Endi bu yerda if agar A'ning qiymati teng 20 bo'lganda bu oxirlashsin biroq deb yozib etdim. Oxirlashsin deb yozib etdim. Endi eng oxirida system out println orqali sanash oxirlashdi deb chiqarish berishga yozdim. Bunda buni chiqarib ko'p baqilay. Sanaş başlandı. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20 sanaptım mana. Sanaş 20 to'xtagandan keyin sanash oxirlashdi deb chiqdi. Undaqda biz bu biroq iborasini elib etsakchi. 25 kishi to'liq sonda shundami 0 dan 25 kishi to'liq sonda. Shundaymiz bu yerda biz shunqandan chiqarib etish uchun ham biroq iborasini ishlatdik. Biroq iborasini ishlatganda biz mana 22 sanadık. Mana 25 sandı bırakın yavaşsak. Bırakın qo'shgandan keyin 20 sanab berdi. Andın sanash oxirlashdi dedi. Ondaqda bu bırakni ancha tushundinglar. Buni izoh turib qo'yay. Bırakla oxirlashtirish. Bırakla oxirlashtirish deb izoh turib qo'ydim. Undaqda biz yana continue'ni bir ko'rib baqilay. Biz buning uchun manda bir misol olay. Men masalan bizimning mana Elqut texnik grup Elqut texnik ishxonasi deb yozay. Yozgandan keyin buningda qanchtal masalanga TRP ya PRP avmalar bo'lsa, manchtal harf bo'lsa, shuni shu harflarni sanab manchtal harf ba ma'riftin deb chiqarib bersin. Shuning uchun men hozir menda bir tur qurib ishni boshlayman. Buningga continue demo men xaysini elib olayman. MD string buffer orqali shuga o'xshash bir narsa bu mandaq tushunsan bo'ldi. Harf belgini ulash mashg'ulot elib borsak masalan har qatim ulash hammasini bir qatorda ulash o ketdi. Ishiltib qolmaysiz ham hammasini bir qatorda ulab avorchilik shunga string buffer orqali ulab qisqa ixcham qilib yozmoqchilik. Shuning uchun men string buffer orqali bir string buffer obyekti aniqlay. Buffer new string buffer. Bu string qiymat oldi va bu nereden keldi deysanglar biz nereden kelganini ko'rib baqilay. Mana final class mushu tür obyekti string bufferdan kelibdi. Extends abraket string buffer degan obyektdan kelibdi. Andan bu nereden keldi desang implements open data
Charlist deydi. Muşunda türlerden kelgen obyektken bu. Undaqda bu yerga el-kod texnika işhanesi deyli. İşhanesi deyli. Bununda enge qaribdin T andın i vake. Mani şöyle çoğar bir T vake, i vake. Bununda biz i'din 3 vake. i'ni çıqırıp bakaylı bundaqda. IMT Lengez dep olay. Umumuzluluk denge bu özgürlükçü bu emniyette. Andın bu buffer'ın umum uzunlukça asun. Andın IMT kunt kunt dep bir özgürlükçü alay. Bunu tam nölde. And then for IMT I tam nölde hem de IMT küçük lengizgıça and then I caca and bu yerda şimdi continue'ni işiltimiz. Misalni bir yesip çıkarıp olay. Andın continue'nun qandaq alayligi varke, qandaq kamchiligi varke, andikken man bir kögen mani ijra qilib kögeni ko'ramiz. Avval continue. Andın kun jaja. Jajani ma'nosini deb berganman, ha. Birini qo'shib birdi bu. Balas chiqib oldi. Ma'noni teşhir yazmasa kun jaja. And then buffer'ning set char at. Bu bo'lsa endi set char at bo'lsa mushu tarkibida qanchta harf bor mushu xatning. Bir xatni ko'rsatib bersak birisini. Tarkibida qanchta harf bor shuni sanab manchta harf bor deb chiqarib berdi. O'xshash harfni tepib berdi. Undaqda biz buni sanitib forarga sanitib hammasini oyga jamlab olgan. Imsa I and then bununla qas harfini desanglar bununla i harfini qo'shili. Mayada xatolik chiqib oldi. Biz mundaq qilyapmiz. Üretib turib mayaga yana bir narsa yuzlandi. If buffer'ning char at eğincisi tang emas i bo'lib kelib qolsa continue qilyapti. Yenib chiqib ketsin. Yenib qaytilating bir qator shu ham qilsin. Andin bu yerda hozir yozganimiz ne endi yazili.
mau maya gezmiş ha. Andın bunun tekniğe buffer'ның set chart arqılıq ikincisi saqlabağını saqlab aldık. Andın bunun da qancha hərf var şunu çıxırıb biriş üçün biz ikincisini eynisini tutgan bolduq. Bunun 3 hərf var. Şuna bağlan ekan oxşaş hərfdən i degan hərfdən oxşaşdan qanchası var deb qildik. Undaqda mesela bunu hazır ma işletiyotganimizni mesela izlash iqtidoriga sabilsak bo'ldi Androidning. Ha shuni tushunsam bo'ldi. Ondan sistem orqali what println den orqali manchtal siz izdigan so'zdan izdigan so'zdan manchisi bayqaldi deb chiqish uchun kont deb yozamiz. Bayqaldi bu kontni birdan qo'shib berdik ha miyada sanitib qo'shib berdik. Endi bu oyni bizga izlab manchisi bor deb chiqarib berdik. Ondan biz miyada chiqardik mana manchisi bayqaldi deb. Andaqda biz sistem at println arqılıq bunu buffer'ını çıqırıb qoyaydı. Bundaqda bizim bütün bir misalimiz tugapmi qoldi. Undaqda biz bunu çıqırıb bir ko'rib baqalaylik. Siz izdigan so'zdan 4 bayqaldi dedi. 1 2 3 4 Ondan mau asl söz biz chiqirib qo'ygan. Asl so'zi mana shu. Mana 1 2 3 4 4ni bayqadik. Undaq biz ma continue bugün başqa nemin sözümüzə qalğanı başqa berib sözləyimiz fikirlər. Bugün biz continue sözləyəndikən continue lam düşündürüb misal aldım. Qalğanı pek düşündürüb getmədim. Undaqda biz ma continue elevetsəkçi qandaq iş yüz verə. Continue elevetsək qandaq iş yüz verə. Kögünün alındaki siz izdigan so'zdan o'yet bayqaldi deydi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 deydi. Bu 21 nereden sanı desanglar muşaninki. Muşanın sanı mümkün bu. 2 4 5 7 10 11 11 13 13 16 17 18 19 bu continue'ning qandaq rol bağlığını hazır düşündüm. Bu yerga biroq qo'ysaqchi qandaq ish yuz yuribdi. Qo'yib baqilay qani. Men xiyol qilib böyle. Mishadlam to'xtab qilib oxirida mangmaydi bu. Ne siz izleyen sözün nöyle bayqaldı dedi. Ahırın çıqanmı demine. Ma işki qurun icra qımı de. Manın içidiki.
for'ning ichidagi ikki qo'lni ijro qilmadi, manga tahdid tushmadi degan gap. Mesela bu continue'ning bir tushunib oldinglar endi. Ne? Siz izleyen sözün 4 bay kaldı dep berdi. Bu misaldan endi continue'ning qanday roli borligini bir qur tushunib olgan bo'ldinglar. Undaqda biz endi return ibarəsindən bir tanışıb çıxaylı. Bu continue nima sözləb əmətmən, bunu da azraq material tapqan. Materialdan o'qib əmətmən, bu continue haqida hazır materialni bir o'qib beray sizlarga. Continue ibarəsi. Continue ibarəsi faqat və faqat davri qurulum ichida qo'llanishga bo'ldi. U davri gavdasini saqlab yana bir davri gavdaga ishlatilmay kelgan ifodalarni qayta ishga kirishtirdi. Biz buni ko'rib bo'ldik. Endi biz return ibarəsindən bir material tapqan. Return ibarəsindən oldida materialdan bir ko'rib o'tgandan keyin işiltip emli programında bir ko'rib baqili. Return ibarəsi usulunu qaytırış üçün işletildi. Mesela void yazmısak chuqum return qil deb turibdi. Program icra bo'lib dal return ibarəsi kelganda u usulni icra bo'lishdan to'sidi ham usul ibarəsini qayta taqsimlashga buyuradi. Return ibarəsi odatda bir usul gavdasining eng oxirgi bir qurg'ichi o'rnashtirilgan bo'lib, parametr elish ya parametr almaslikda ikki xil shakli bor. Parametrlik return ibarəsi mazkur usul chekinib chiqish bilan birga yana bir qimmatga qaytadi. Usul void ni ishlatib aniqlaganda qaytarma qimmatni izohlashga va zaruriyati yo'q, balkim qaytim turi yo'q bo'lishi mumkin. Bunda çağda parametrsiz return ibarəsi işletsek buldu. Parametrsiz return ibarəsi yana qaldırılışkımı buludu. Yana programı icra bulup mazkur usulni eng oxirgi shart ibarəsi kelganda usul oxirlashtirish belgisi ga yo'liqidi. Usul oxirlashtirish belgisi qasi desanglar dal mushu. Hem programı avtomatik holda parametrlik return ibarəsi avtomatik holda usul taqsimlash programmasi qaytadi. Endi bu return ibarəsi bilan qisqacha bir tanishdik. Undaqda biz buni əmli programı qanday ishlatamiz degan bir qum shakllanadi. Undaqda biz bunun bilan bir tanışib deylik. Return demo. Ben xəşusunu oxşaş açıq olay bununki. Undaqda biz avval mayaliga, yani textiga hem şu yani klasını quraylı textiga. Oxşaş klas qurqul bo'ldi. Klas quraylı. Void ma qimmatsiz bo'lay. Test 1 bo'lay nomi. Ondan sistem orqali buningki qimmatsiz qimmat qaytarmaydigan return ibarəsi ekanligini eskartib qo'yay. Test 1 bo'lsa qimmat qaytarmaydigan tür deb qo'yay.
Undaqda biz bunun davamını izleyip göreyli. Aval for arqılıq bir ma'lum narsani to'rtgacha santib bir ko'rib boqayli. Undaqda for for 5gacha 4 olsa 3 ga sanaydi. 5 olsa 6 olsa 5 ga sanaydi. 5 ga sanab santib ko'rib boqayli. Ay tang bir hamda ay jaja qo'shiverdik ha. Bu yerga qo'shiverdi davomli. Bundan bo'ldi. Biz bu yerga o'tirgan bir shart keldi emasmi? Biz bu shartni bamliq davomli ayga birini qo'shib mengiverdi etdik. If ay tang olta bo'lganda return orqali yenib ketdi bu. Qimmat qaytarmadi. Return qimmatsiz belge hem qimmatli balık deb oyim ikki xil o'qib berdim-ku. Ama qimmat qaytarmaydigan return belgisi. Undaqda biz bu yerga klassning ichiga buning astiqlam biz bir buningki qimmatini chiqarib birdigan qilib sistem adını izleytey. Test bir ay tam aydı. Undaqda biz bunu izlep olduk. Undaqda biz endi qimmat qaytardigan shaklini bir izlep ko'rib boqaylik. Mau qimmat qaytarmaydigan qimmat qaytarmaydigan turdi. Endi qimmat qaytardigan turni izlep ko'rib boqaylik. Qimmat qaytardigan tur. Undaqda public bununla qimmat qaytardiganligimiz uchun voidni yazmaymiz. Mana qimmat qaytarmaydi şun voidni yazdık. Mana qimmat qaytardi şuna bunun string alatdagi bir class qilib olay. Tur qilib olay. Test 2 bo'lsin. Bununla bu void ifadesini yazmagan ekan return qil deb turib oldi. Hozircha bununla return nullni qaytarib tutsin. Biz bu yerga tushuntirishimizni sizib qo'yaylik. Bu yerga bu test 2 bo'lsa bir aralaş basın bo'lsa qimmat qaytardi deb yozib qo'y.
Undaqda biz mega qaytırmoqchi bo'lgan qimmat mayasi juran emasmi? Biz bundaq yozib qo'yaylik. Men return deb yozib qo'yay ham. Biz bu ikkisini ko'rdik. Undaqda biz buni endi bu yerda obyekt elib turib ishiltib ko'rib boqaylik. Undaqda biz shuningdan mushu cho'ng turi mushu cho'ng turidan obyekt olamiz. Undaqda return test 1 return demo test 2. Undaqda biz buni chiqarib ko'rib boqaylik. Test 1 bo'lsa qimmat qaytarmaydigan tür netme deyson. Ondan buni 1dan 5 ga sanab berdi. 6gacha deb yozdik. Şunu 1dan 5 ga sanab berdi. Bu hech nima qaytarmadi. Bununla void man elebetsek, void elebetsek bununla hatalı çıkıdı. Ondan bir bölüm yazıp bununla retro birim qaytarsak bo'lmaydi. Bu da ma'nodek. Ondan test 2 bo'lsa qimmat qaytardi deydi. Bu yerda biz bir narsani qaytarib berdim-dik. Şu an bir string holatdagi bir nim elib ma'ni bir qo'yay. S tang mega s'ni qaytarsin. Undaqda buningki return demo ichidan s test 2. Bu test 2'ni bu qandakilam qoldi mayaga endi biz sistem orqali s'ni chiqarib beraylik. Unda bunu bir ko'rib boqaylik. Test 1 qimmat qaytardi, test 2 bo'z qimmat test 1 bo'lsa qimmat qaytarmaydigan tür. Ondan 1dan 5 ga sanab to'qmaydi. Ondan bu test 2 bo'lsa qimmat qaytardi deydi. Qaytardigini s'mini. S'ning qimmati ma'lum. Qimmatni s'ni maya qaytardik. Maya sistem orqali s'ni chiqarib berib bizga s'ni qaytarib beryin dedik. Undaqda bugungi misal mushu cho'ng biroq continue return orqali bugungi dars mushayd oxirlashdi. Keyingi soatlik darsda Zuraydi Ronable ikisi haqida so'zlaymiz. Undaqda diqqatinglar keyingi soatlik darsimizda olsun. Xayr xo'sh.